Emajon yaxshi. Oralariga ham kirsin. Hey, hey! Hey chora. Beri kel. Kel, mamda tur. Nima ahvol bu? Bu nima ahvol? Eppat yulingan tovuqqa o'xshaysan. Senchi maktabga kelyapsan. Katta xolangning uyiga emas, tushundingmi? Kiyimlaring to'g'irlash, tumachalaring tap, kamaringning ahvolini qara. Anu ketmoqchi yotib, ko'ryapsanmi? Bor o'shani olib kel. Siz 5-bilan o'qituvchisimsiz? Unda ishni o'shalarga buyuring. Qo'ysizchi, meni vaqtim yo'q. Oy. Maymunni odam qilsa bo'ladi. Lekin bu bolani odam qilmaydi. Soliha, tozalabroq sipir. O chori, koptogimizga tegma. Bo'lmasam ustozga aytib beraman. Naqd kaltay bo'lasan. Ahmoq, bezori chori. Bu yoqqa kel. Endi diqqat bilan eshit. Bezori. Men seni 47-marta va oxirgi marta ogohlantiraman. Agar yana bir marta maktab hovlisida biron bir koptok yoki tosh har qanday og'irlik hajmiga ega bo'lgan jismni tepkudek yoki otgudek bo'lsang, maktabdan badarg'a bo'lasan. Qo'lingni cho'ntagingdan chiqar. Sen bilan maktab direktori gaplashyapti. Bu bolan dastidan bu yil 5 ta o'qituvchi almashdi. 3 tasi kasal bo'ldi. 2 tasi boshqa maktabga ketdi. Siz 6-chisi bo'lasiz. Maktabimizning eng gap ta'sir qilmaydigan bezori o'quvchisi mana shu chora bo'ladi. Saqiching tasha. Sen bilan Hech ham bezoriga o'xshamaydi.